Ba'zi ayollar o'z erlarini qo'lga olish maqsadida harom yo'lni tanlaydilar. Bu yo'lda Alloh taolo harom qilgan baxshilar orqali o'z ta'sirlarini o'tkazishni ko'zlaydilar. Shariatimizda bu kabi yo'l tutmoq gunoh kabiradir. Rivoyatlarning birida bir ayol mullaning yoniga kelib o'z eridan shikoyat qiladi. Er unga hech ham e'tibor qilmay qo'yganligini aytib, mulladan buni biror chorasini topishini iltimos qiladi va bu yo'lda har qancha xarajat va harakatlarga rozi ekanini aytadi. Mulla ayolga tirik sherni tukidan 3-4 dona keltirishni buyuradi. Ayol bu ishni chorasi bor ekanini bilib mullaning huzuridan suyunib chiqadi-da, dugonalari bilan maslahat qilishib hayvonot bog'iga boradilar. U yerda qafasdagi sherni ko'rib, uni avray boshlaydilar. Shu kundan boshlab har kuni sherga qassobdan go'sht tashiydilar. Shu holat deyarli 1 oy davom etadi. Oxir-oqibat sherni boshini silashga botini oladigan bo'lib qoladilar. Bir kuni sher go'sht yeyish bilan ovora paytida ayol uni boshini silayotib 3-4 dona tukuni yulib oladi. Mullaning huzuriga shoshib borib unga tutqazadi. Endi tezroq chorasini ko'ring, iltimos deydi. Mulla ayoliga qarab o'tir qizim, bu narsaga qanday erishgani haqida so'zlab berchi deydi. Ayol qilgan xatti-harakatlarini va uzluksiz qassobdan go'sht olib borib sherga yedirganlarini va shu sabablar tufayli unga yaqin bo'lib olib, hatto boshini silashgacha botini olganini so'zlab beradi. Ayolning so'zlarini eshitib mulla: "Ey nodon ayol, shu qilgan harakatlaringni eringga qilganing" deydi. Ering allaqachon seniki bo'lib qolardi turmushda. Bu urinishing hatto hayvonlar podshohini rom etib qo'yibdi. Uni oldida eringni rom etish hech narsa emas edi debdilar. Ba'zi ulamolar aytadilar, musulmon ayollarning xizmatiga qaraganda ular farishta bo'lib qolishlari kerak. Oiladagi butun ishlar ular zimmalaridadir va ular erinmay barchasini ado etadilar. Hatto erlari kech tunda qaytsalar ham erinmay ovqatlarni berib, uyqularini harom qiladilar. Aytgan gaplar. Lekin bu sho'rlik ayollar erlarining xizmatini tillari tiyilmay g'udurlab qiladilar. Ya'ni shu paytgacha qayerda yurdingiz, ertaroq kelsangiz bo'lmasmidi, o'sha yerda yotib qolavermabsiz-da, o'zi sizga xotinni ham kerak yo'q ekan kabi so'zlar bilan erni xizmatini qilgan ayol juda katta savobga ega bo'ladi. Lekin bu bechora ayol bilmaydiki, shu katta savobni tili sababli yo'qqa chiqaryapti. Biroz sabr qilib tilini tiysa, o'sha katta ajr ham yonga qolar. Erining ko'ngli ham undan sovumagan bo'lar edi.